Narvonlik kelyapti. Shamolga, voy odam qo'rqitar ekan qarindoshlar bu vid. O'sha qaramasdan boshim aydalyapti. Narvonlik kellarkan. Qarindoshlar, Nefrit saroyidan da balandroqda yana nimalar joylashganini bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz nimadan qo'rqqanimni bilib olasiz. Hammasidan mana shu suv orqali tepadan pastga tushish menga juda ham qiziq bo'lyapti. Voy, rosa romantik joylar ekanmi? Tangem kinosini ko'rganlar bormi? Tangem kinosida ham xuddi shunaqa daraxtga, lentichka bog'lab ketishardi. Bu yerda ham bor ekan. Va hali-haligacha zinalar qarindoshingizni qiynashda davom etmoqda. Voy, tugagilari kelmayapti-ya. Bog'ning uchida, balandlikda, xuddi burgutning uyasiga o'xshatib shunaqangi joy qurib qo'yishibdi qaranglar. Voy, shashlik qo'rani qo'yib oling, manzarani tomosha qilib shashlik pishiradigan joy ekan-u. Shetda ham toza havoni buzishni o'ylayapman. Qarang qarindoshlar, burgut uyasiga chiqib mana masjidda rasmga tushgan bo'larmi deylar? Bu burgut uyasi mayli qarindoshlar, bundan-da balandroqda, havoda salkam muallaq turgan shunaqa zina bor ekan. Mashinga chiqsam meni ko'taramikan, ha? Nima deysizlar qarindoshlar? Shunaqa balandlikda mana bu eshak nima qilyapti? Men shunga ekstremal zo'riga tayyormisiz? Mening besim kichkintakina bo'lgani bilan qani bismillahirrohmanirrohim. Voy. Ha! Voy, odam qo'rqitar ekan qarindoshlar bu vid. Narvonlik kellarkan. Voy. O'sha qaramasdan boshim aydalyapti. Voy. Va bitta qaranglar. Voy. Shamol. Voy, narvonlik kelyapti. Narvonlik kelyapti. Shamolga. Ishonasizlarmi qarindoshlar, to narvonning uchiga chiqqunga qadar meni hayotim ko'z oldimdan o'tib ketdi-ya. Bir qattaligimni ko'rsatyapsizlarki. Pastga qarash qo'rqyapman o'zi. Mana men balandlikka chiqdim. Voy. O'zi aslida balandlikdan qo'rqmayman, lekin bunaqa joyda yuragim dosh bermayapti. Voy. Men video ko'ryapsizlarmi? Narvondan u yog'ini ko'ryapsizlarmi? Kulganim sari, gapirganim sari men janavar qimillab yotibdi. Bir ham qo'rqinchli. Hozir biz o'tib kelgan joylar, mana bu yerlardan biz keldik. Mana Nefrit saroyi, qo'l. Voy. Qarindoshlar, videoni davomi yanada qiziqroq. Davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Voh, Xudo o'zingga shukr, Xudoyim o'zingga shukr. Yomon qo'rqinchli bo'ldi lekin.